Davoymi? Mana bu bo'yim 182 sm. Biz lekin shunaqa yotoqxona komplet qilib berganmiz. Bu hammasi buyurtma asosida bo'lgan. Shkaf balandligi 1.60, toshoyna balandligi 1.40 sm. Mana bu spanligimiz uzunligi 1.5 metr, eniga 1.40 bo'lib ishlangan. Ajoyib dizayn, yangi sifatda, yangi materiallarda ishlangan. Dizayniga e'tibor bering. Bu narsa standartni emas, yo bozordagi narsa emas, to'g'ri aytgan bo'lsam. Buyurtma asosida lichniy mijozimiz uchun qilib berganmiz bu narsani. Sizga bu mijozimiz taniysiz, sizga tanish bu. Vaynlarda chiqib keladilar. Bo'ylarini santimetr, uzunligi 1.10 sm. Yotoqxona komplektga kelamiz. Lichniy ishlangan, ajoyib. Tosh oynasi, e'tibor bering, tosh oynaga juda go'zal bo'lgan bu narsa. Yana bir shkafimiz, dizaynlari juda ajoyib. Qulaylikka keladigan bo'lsak, mana bu kiyimlarni ilishlar uchun, oyoq kiyimlar uchun tepalari polkali bo'lgan. Mana bunaqa sifatli mexanizmlarda keladigan bo'lsa, 2 etajli veshilka, bu ham oyoq kiyim taxlaydiganlari bor. Ranglar kombinatsiyasi juda ajoyib bo'lgan. Asosiysi aytaman men sizga, mana bu spanliz. Spanli bizga juda ko'p narsa kerak bo'ladi. Spanlimiz uzunligi 1.50, eniga 1.40 sm. O'ylab ko'ring, narxi necha pul bo'lishi mumkin? Agarda sizga mana shunaqa sifatli yotoqxona komplektlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Mazal mebel har doim ishonchli.